9 ta asosiy ko'nikmani yozib olganimdan keyin boshlandi. Katta hayotga jang boshlandi. Agar bitta ishni 90 kun bajarsak, hayot tarzimizga aylanib ketadi. Foydali podkastlarni belgilab oldim. Azrahim ustozimiz, Abdusattor aka. Har kun kitob o'qiyapman, har kuni eshityapman, har kuni tafakkur qilyapman. Podkast eshitishni yaxshi ko'radiganlar podkastni jinnilari bilan tanish boshladi. Rejalashtirish muvozanatni ushlab turadi. Yana bu kechagi odam emasman. O'zi bu shior qaydan keldi? O'zimni aldash mumkin, lekin obunachilarni aldamasdim. Bu 90 kunlik challenge meni miyamga kuchli ta'sir qildi. Har kuni men kechagi odam emasman desam, bu o'zimga ham energiya beradi. Kitoblarni filtrlab boshladi. Podkastlarni filtrlab boshladi. Ko'pchilik yolg'izlikda chiday olmasdan oldingi eski muhitiga qaytib qo'shiladi. Kuzatganlarimizni, o'qiganlarimizni miyamizda chambarlaymiz. O'qidik, kuzatdik, tafakkur qilib, o'shalarni miyamizda bir-biriga bog'laymiz. Atrofdagilar bilan o'zimizni taqqoslasak, bizda hasad va kibr har doim yonimizda yuradi. Inson kechagi o'zi bilan raqobatlashib yashasa, inson rossakamiga o'sar ekan. Yangi odatlar, yangi insonlar, yangi muhitlarga olib boradi. Assalomu alaykum, uyg'oqlar. Salomatmisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Mana bugun sizlar bilan 90 kunlik challenge qilganimni va meni hayotimni qay daraja o'zgarib ketganligini sizlarga bilan ulashmoqchiman. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Men 2023-yil 15-oktyabrda 9 ta shakllantirmoqchi bo'lgan ko'nikmani yozib olib va bu muhim bo'lgan 9 ta ko'nikmani nima qilsam men hayot tarzimga aylanib ketadi deb o'ylab, kitoblardan o'qib, ustozlardan so'rab va shuni tushunib yetdimki, 9 ta ko'nikmani yozib oldim. Uni men butun hayotimga kiritish uchun 90 kunlik challenge qilishim kerakligini tushunib yetdim. Chunki kitoblarda va podkastlarda ustozlarimiz aytishadiki, bitta odatni yoki bitta ishni 21 kun davomida bajarsak, bu odat bizda shakllanadi. 40 kun davomida bajarsak, mustahkamlanadi. Agar bitta ishni 90 kun bajarsak, hayot tarzimizga aylanib ketadi. Men shuni tushunib yetdimki, demak men qiynalayotgan, amal qilishga qiynalayotgan asosiy 9 ta ko'nikmani oldim va uni hayot tarzimga aylantirib olish uchun 90 kunlik challenge boshladim va u 2023-yil 15-oktyabrda birinchi kunini boshlaganman. 9 ta ko'nikma qaysilar edi? Birinchisi kitob o'qish, ikkinchisi sport, uchinchisi podkast, to'rtinchisi maqola o'qish, beshinchisi lug'at yodlayman. Xo'p, oltinchisi istig'for aytish, yettinchisi tafakkur vaqti, sakkizinchisi silay rahm, to'qqizinchisi post yozish, ya'ni maqola, post yozish. 9 ta asosiy ko'nikmani yozib olganimdan keyin boshlandi, katta hayotga jang boshlandi. Endi har biriga bitta-bitta kirishib o'tamiz nima bo'lganligini. Va bu 9 ta ko'nikmani yozib olib, boshlagan 90 kunlik challenge'im nomini kechagi odam emasman deb nomladim. Chunki har kuni yangi narsalar, informatsiyalar olaman, har safar o'zgarishga harakat qilaman. Shu sababli bu challenge 90 kunlik challenge'im nomini kechagi odam emasman deb nomladim. Endi har biriga alohida bitta-bitta to'xtalib o'taman. Kitob, birinchi kitob o'qish. 90 kunlik challenge boshlaganimdan keyin kitob o'qish, har kuni kitob o'qishim kerak edi, majbur edim, shart edi. Shu paytgacha har xil xohlagan paytim o'qirdim, xohlagan payt o'qimasdim. Lekin challenge davomida har kuni o'qib boshladim, zo'r. Har kuni kitob o'qishim uchun doim yonimda kitob yurish kerakligini tushundim. Chunki taksida bo'lasiz, avtobusda bo'lasiz, metroda bo'lasiz, o'qishda, tanaffusda nimanidir kutayotgan bo'lamiz, to'g'rimi? Ya'ni yonimda kamida 2 ta kitob yuradigan bo'ldi. Ikkinchisi sport va bu challenge davomida bir kunda kamida 10 ming qadam yurishim shart deb belgiladim va kerakli ilovalarni yuklab oldim telefonimga va shunga qarab boshladim. Uchinchisi podkast. Oldin soatlab, 1 soatlab, 2 soatlab foydali podkastlarni ko'rishga sabrim yetmasdi, ochig'i yetmasdi.
Keyin bu challenge davomida har kuni foydali podkastlarni belgilab oldim. Azrahim ustozimiz, Abdusattor aka, Doniyor Nasriddinov kabi bir nechta ustozlarimizni podkastlarini belgilab olib, har kuni eshitib boshladim. Maqola o'qish ham qo'shganman. Men shuni tushunib yetdimki, maqola yozish juda qiyin. Bitta maqola yozilishi, foydali maqola yozilishi uchun bir nechta kitoblar, bir nechta maqolalar o'qilib keyin maqola yoziladi. Demak, men bitta maqolani o'qib tushunib olsam, men bir nechta kitoblar o'qigan bo'laman, bir nechta maqolalarni o'qigan bo'laman deb o'yladim va har kuni maqola o'qib boshladim. Kamida bitta, ikkita, uchta maqola o'qishni boshladim. Bu qisqa maqolalarni o'qib tafakkur qilish mani keyingi katta matnli kitoblarni o'qishga bo'lgan dangasaligimni yo'qotdi. 5-si lug'at. Yangi til o'rganayotgandim, ingliz tilini o'rganayotgandim va har kuni kamida 10 ta yangi so'z yodlashni o'zimga maqsad qilib qo'yib 90 kun davomida o'sha shartlarni bajarib keldim. 6-si istig'for aytish, ya'ni ruhiy quvvat uchun, shukronalik keltirish uchun har kuni istig'for aytib boshladim. Bu menga albatta kun davomida menga ruhiy quvvat bo'lib yurdi. 7-si tafakkur vaqti. Xo'p, kitob o'qidim. 10,000 qadamlar yuryapman, podkastlar eshityapman, maqolalar yozyapman, lug'at yodlayapman, istig'for aytyapman. O'sha har xil informatsiyalar miyamga kelib, ulardan endi umumiy miyamda tartiblashligim uchun, tartibli miyamga joylashligim uchun men o'ylashligim kerak edi. Yolg'iz qolishligim kerak edi va bu tafakkur vaqti menga juda katta yordam berdi. Demak, o'qiganlarimni, eshitganlarimni, kuzatganlarimni tahlil qilish uchun, tartiblash uchun, o'zim xulosa qilish uchun tafakkur vaqti menga juda katta yordam berdi. O'tirib olib, o'qiganlarimni o'ylayman, eshitganlarimni o'ylayman, qaysi biri kerak, o'zi qaysi biri kerak emas, qaysi birini hozir qo'llayman, qaysi birini keyinroq ham qo'llasam bo'ladi, qaysi biri hozir menga muhim, qaysi biri muhim emas, o'zi to'g'ri ketyapmanmi o'zi degan savollar berib, kun davomidagi informatsiyalarni filtrlashimga tafakkur vaqti menga juda katta yordam berdi. Keyingisi silay rahim, uni bilamiz, qarindosh oila a'zolarimizdan, ota-onamizdan, qarindosh urug'lardan xabar olish, hol ahvol so'rash silay rahim deyiladi. Men mana 2020-yildan beri, 5 yildan beri Toshkent shahrida o'qiyotgan, ishlayotgan bo'lsam, qarindoshlarimdan, oila a'zolarimdan ancha uzoqdaman va ishga, o'qishga ba'zi juda chuqur sho'ng'ib ketganimdan ota-onamni, oila a'zolarimni unutib qo'yishimga, ulardan kamroq hol ahvol so'rashimga sabab bo'lib qoldi. Bu meni qarindoshlardan ancha uzoqlashtirib qo'ydi. Men silay rahimga qaytishim kerak bo'ldi. Ya'ni har kuni kamida 3 kishi bilan telefon qilib hol ahvol so'rashligimni o'zimga majburiy qildim. Eslab boshlashim kerak. Qarindoshlarimdan, oila a'zolarimdan ancha uzoqlashib ketganimni o'zim his qilgandim. Bu ham ichki ruhiy energiyaga kuchli ta'sir qilar ekan. Hayotga sho'ng'ib ketish, boshqa o'zingiz shaxsiy ishlaringiz bilan sho'ng'ib ketib, oila a'zolarini, qarindoshlardan uzoqlashib ketish ichki ruhiyatga, duhga, ya'ni energiyaga kuchli salbiy ta'sir qilar ekan. Shu sababli silay rahim, hol ahvol so'rash, qarindoshlarimizdan hol ahvol so'rash shunchaki hech qanaqa manfaatlarsiz, hech qanaqa pul so'ramayapman. Shunchaki hol ahvol so'rab, ularni ko'nglini ko'tarib, ularning duosini olib, yana o'qishligim, mani ishlashligim menga katta karra energiya berdi. So'nggisi post yozish. Yozishni yaxshi ko'raman. Yozishni jinnisiman hozirgi kunda. Har kuni yozmasam bo'lmaydi. Har kuni yozishni shakllantirishim uchun ham 90 kunlik challenge qilganman. Uning o'zi alohida bir masala. Yozish haqida hali keyingi kontentlarimizda alohida gaplashamiz. Bu yozish, har kuni yozish boshqacha narsa bu. Buni o'zida alohida kontent qilamiz va men har kuni post yozib, kunlik xulosalarimni har kuni yozib bordim. Chunki har kuni kitob o'qiyapman, har kuni eshityapman, har kuni tafakkur qilyapman, qarindosh urug'lardan hol ahvol so'rayapman. Miyamda informatsiya ko'p, kimgadir ulashishim kerak. Hamma ham eshitmaydi. O'sha payt yozganim menga foyda beradi. Ya'ni kun davomida informatsiya olaman, yozaman, tartiblashadi. Olaman, yozaman. Bu zo'r foyda berdi menga. Umid qilamanki, sizlarga ham katta foyda beradi. Uyg'oqlar, bu 90 kunlik kechagi odam emasman challenge'imni juda mas'uliyat bilan yondoshligim uchun
menga mas'uliyat bo'lishi uchun va boshqalarga ham foyda bo'lishi uchun men Telegram blogimda obunachilarimga va'da berib boshlab har kunlik hisobotlarni Telegram blogimda ulashib bordim. Uyg'oqlar, jarayon davomida qiziq hodisalar ro'y berdi menda. Ya'ni har kuni kitob o'qishni boshlarkanman, har kuni kitob o'qirkanman. Men har kuni kitob o'qiydigan do'stlar bilan tanisha boshladim. Har kuni kitob o'qishni shakllantirar ekanman, har kuni kitob o'qishni odatga aylantirayotgan insonlar bilan tanishib boshladim. Kitob o'qib xulosalarimni ulashar ekanman, har kuni kitob o'qib xulosalarini bo'lishadigan insonlar bilan tanishib boshladim. Ikkinchisi, har kuni 10,000 qadam yurishni o'zimga majbur qilgan ekanman. 10,000 qadam yurish jarayonida har kuni 10,000 qadam yurishni maqsad qo'yganlar bilan, har kuni 10,000 qadam yurayotganlar bilan, yurishni yaxshi ko'rayotganlar bilan do'stlashib boshladim. Uchinchisi, podkast eshitishni boshlar ekanman. Podkast eshitishni yaxshi ko'rayotganlar, podkastni jinnilari bilan tanishib boshladim. Ular bilan do'stlashdim. Yangi do'stlar orttirib boshladim. To'rtinchisi, maqola o'qishni, postlar o'qishni boshlar ekanman. O'zim maqola o'qishni jinnilari bilan, maqolani sevuvchilar bilan tanishib boshladim. Lug'at, yangi so'zlar yodlab boshlar ekanman. Yangi so'zlar bu yangi dunyo, ya'ni yangi til o'rganayotganlar bilan ham tanishib boshladim. Istig'for, bu istig'for aytib boshlaganimda bu menga ruhiy quvvat berdi. Ruhiy quvvatimiz yaqin bo'lgan do'stlar bilan tanishib boshladim. Tafakkur vaqtida o'zim bilan o'zim gaplashib boshladim. Bu oson deb o'ylardim. O'zim bilan o'zim gaplashishimda juda oson. Hammaning ham qo'lidan keladi deb o'ylagandim, lekin oson emas ekan. Tafakkur vaqtida inson o'zi bilan o'zi gaplashishi juda qiyin ekan. Lekin natijasi zo'r. Silay rahmda qarindoshlar bilan yana telefon qilib, oila a'zolarimga telefon qilib boshladim. Ular bilan yana yaqin munosabatda bo'ldim. Har kuni yangi qarindoshlarimiz bilan yana telefon qilib hol-ahvol so'rab boshladim. Ulardan duosini olib boshladim. Ulardan yangi informatsiyalar olib boshladim. Misol uchun men Toshkent shahrida o'qib yuribman. O'zim tashvishlarim bilan, o'zim muammolarim bilan yurgan bo'lsam-da, Surxondaryoga telefon qilib, Surxondaryodagi holatlarni, vaziyatlarni olib boshladim. Qashqadaryoga telefon qilib, Qashqadaryoda, Farg'onada telefon qilib, Farg'onadagi voqealarni, o'z xalqda, jamiyatda nima holatlar ro'y berayotganligini ulardan telefon orqali bilib turdim. Bu menga yaxshi g'oya bo'ldi, ya'ni yaxshi fikrlar berdi. Chunki bitta narsaga ortiqcha sho'ng'ib ketish insonning muvozanatini buzib yuboradi hayotda. Bitta narsaga haddan ortiq chuqur kirib ketish muvozanatni buzib yuboradi. Muvozanatning buzilganligi hayotni buzib yuboradi. Demak, muvozanatni nima ushlab turadi? Deyilsa, rejalashtirish muvozanatni ushlab turadi. Demak, kunimizni rejalashtirib yashasak, kunimizda, hayotimizda muvozanat bo'ladi. Demak, muvozanat bor. Har bir daqiqamiz rejalashtirib yashayapmizmi? Demak, bizda baxtlilik hissiyoti bor. O'zi mana reja bilan yashash yaxshi, tabiiy holat. Reja bilan yashash ajoyib, lekin rejasiz yashash notabiiy holat deb o'ylayman. Uyg'oqlar, men shu narsani tushunib yetdimki, rejasiz aqllidan rejali ahmoqlar ming karra yaxshiroq. Uyg'oqlar, bu 90 kunlik challenge yana menga nima berdi? Bu jarayonda men erta tongda uyg'onganimda kun davomida kamida 9 ta qilishim shart bo'lgan ishlar bor edi. Va uxlashligimdan oldin kechki payt hisob-kitob qilishim kerak bo'lgan, tahlil qilishim kerak bo'lgan, o'ylashim kerak bo'lgan 9 ta ish bor edi. Bu menga juda zo'r xotirjamlik berdi. Ya'ni kunimda aniq 9 ish, ya'ni kamida 9 ta ish qilishligim aniq yozilgan. Telefonimda ham bor, qog'oziga ham yozib olganman. Telefonim yonimda bo'lsa telefonga qarayman, qaysi qoldi. Agar xo'p, telefonim yonimda yo'q bo'lsa qog'ozga qarayman. Xullas 9 ta ishni doim yonimda olib yurdim. Va bu menga rejali yashashni odatga aylantirdi. Uyg'oqlar, buni challengeimni blogimda va'da berib boshlaganim menga katta yordam berdi. Sababi menda mas'uliyat bor edi yelkamda
nafaqat o'zimga o'zim bergan va'dam bor va o'zimni obunachilarimga bergan va'dam bor edi. Ikkita va'da bilan men harakat qilardim. O'zimni aldash mumkin, lekin obunachilarni alday olmasdim. O'shaning uchun harakat qildim. Menga bu juda ko'p foyda berdi. Ya'ni har kuni shartlarni bajarib, kechki payt tahlil qilib, hisobot tashlayotganimda energiya beradi. Ya'ni birinchi, o'zimga bergan va'damni ustidan o'zim chiqyapman. Bitta energiya va obunachilarimga bergan va'dam ustidan chiqyapman yana bitta energiya. Bu energiya, dug' mana shunaqa narsalar menda ortib borgan sari. Har kuni shartni bajarib yakunlar ekanman, menda ichki energiya, ichki quvvat deymizmi, ortib bordi. Bu Telegram blogimga ulashganim menga ancha foyda berdi. Bu Telegram blogimda ulashganimning yana bir foydali tomonlaridan bittasi, ko'pchilikka bu foydali bo'ldi. Ko'pchilik o'zlari blog ochib, bu 90 kunlik challenjni kimdir 40 kun qilib, kimdir 30 kun qilib, kimdir o'zini nafsi bilan kelishuviga qarab har xil muddatda boshlashdi va ko'pchilik oxirigacha yetishdi. Bu ham yana bir foydali bo'ldi biz uchun. Bu 90 kunlik challenge meni miyamga kuchli ta'sir qildi. Ya'ni meni miyamda filtrni yoqib berdi. Ya'ni men YouTube'ga kirganimda bu 9 ta narsani qaysi birini men olaman. Ya'ni YouTube'ga kirganimda bu 9 ta narsa bo'lsa, qaysi birini bajaradi. Instagramga kirganimda 9 ta narsaning qaysi birini plyus bo'ladi. Yoki kimlar bilandir gaplashayotganimda qaysi birini plyus qilishim kerak. Ya'ni YouTube'ga kirganimda ham, Instagramga kirganimda ham, Telegramga kirganimda ham, odamlar bilan gaplashayotganimda ham o'sha miyamda 9 ta narsa bor. Qaysi biriga to'g'ri keladi? Undan nima olaman? Undan qanaqadir kechki payt tafakkur qilishim uchun kerakli mavzu olamanmi? Yoki kechki payt post yozayotganimga munosib g'oya olamanmi? Yoki undan qanaqadir nima olaman degan miyamda filtr yondi. Shunda filtrlar boshlandi, kitoblarni filtrlab boshladi. Podkastlarni filtrlab boshladi. Instagramdagi videolarni filtrlab boshladi. O'zim Instagramdan uzoqlashib boshlaganimdan keyin Telegramda o'sha bloglar, ko'plab kanallardan uzoqlashdim. Bu 90 kunlik challenge-ni jarayonida, 9 ta ko'nikmani bajarish jarayonida miyamda filtr yonib qoldi. O'sha odamlarni tanlab boshladim. Bu odam bilan o'zim gaplashishim kerakmi, kerak emasmi? Bu muhitga qo'shilishim kerakmi, kerak emasmi? Bu YouTube'ga hozir kirishim kerakmi, kerak emasmi? Bu podkastni ko'rish menga foyda beradimi, yo'qmi? Telegramga kirsam foydalimi, yo'qmi? Ya'ni kechki payt men o'zimni tahlil qilayotganimda, tafakkur qilayotganimda, 9 ta shartni, hisobotini yozayotganimda menga yordam beradimi, yo'qmi? Ya'ni bu shu miyamdagi fikrlar bu o'zi muhimmi? Bu muhim emasmi degan fikrlarni miyamda filtrlab berdi. Bu eng zo'r natijalardan bittasi. Buni qo'llasak albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Bu challenge-ga kechagi odam emasman deb nom berganim ancha foydali bo'ldi. Noodatiy nom edi, olib chiqqanimda boshida o'zimga noodatiy edi. Ya'ni energiya berardi o'zimga. Har kuni men kechagi odam emasman desam, bu o'zimga ham energiya berardi. Chunki kechki payt men o'zimni tahlil qilgandim. Xulosalarimni yozgandim, tafakkur vaqtida kun davomida qilgan xatolarimni o'ylagandim. Men endi kechagi kunimni takrorlamasligim kerak. Chunki challenge'imning nomi, shiorim kechagi odam emasman. Demak, kechagi xatolarimni takrorlamasligim kerak. Shart. Demak, har kuni kechagi qilgan xatolarimni takrorlamasdan kechagi odam bo'lmaslikka harakat qilib boshladim. Va bu nom atrofimdagi do'stlarimga ham yaxshi ta'sir qildi. Ya'ni, kechagi odam bo'lmayapsanmi? Kechagi xatolaringni yana takrorlamayapsanmi? Qanaqa ketyapti degan atrofimdagilarni, ya'ni men haqimda gaplariga ancha sazovor bo'ldi. Bu zo'r. Yana bu kechagi odam emasman. O'zi bu shior qayerdan keldi? Bu shayximizning bugun kitob o'qigan odam kechagi odam emas so'zlaridan ta'sirlanib, kechagi odam emasman deb nom berdim. Challenge jarayonida yolg'izlik boshlandi menda. Ya'ni nima bo'ldi? Har kuni kitob o'qishni boshladim, har kuni foydali podkastlar ko'rishni boshladim, har kuni tafakkur qilishni boshladim.
har kuni yozishni boshladim. Bu meni oldingi muhitimdan uzoqlashtirib boshladi. Ya'ni men yolg'iz bo'lib boshladim. Chunki oldingi muhitimdan uzoqlashyapman. Men yetmoqchi bo'lgan muhitga hali yetmadim. Shu jarayonda o'rtada yolg'izlik yo'li bor ekan. Demak, challenge boshlaganimizda do'stlar, ana o'zgarishni xohlaganimizda, yangi odat shakllantirishni boshlaganimizda biz o'z-o'zidan hozirgi muhitimizdan uzoqlashishimizga to'g'ri keladi. Va biz istagan muhitga yetib borishligimiz uchun o'rtada biroz muddat biz yolg'iz qolishligimizga to'g'ri kelar ekan. Shu jarayonda bizda ikkita variant bo'ladi. Yolg'izlikka chidab berib keyingi muhitga o'tish yoki ko'pchilik yolg'izlikda chiday olmasdan oldingi eski muhitiga qaytib qo'shiladi. Shunda demak biz xulosa qilishimiz kerakki, biz yangi odatni, yangi ko'nikmani shakllantiryapmizmi? Demak, biz yangi muhitga o'tish bosqichida turibmiz degani. Yangi muhitga o'tish degani hozirgi eski muhitimizdan uzoqlashamiz degani. Shuni tushunaylik, yangi odatlar, yangi insonlar, yangi muhitlarga olib boradi. Uyg'oqlar, yana bir zo'r tomoni, men 90 kunlik challenge qilish jarayonida shu 90 kun ichida o'zimni hayotimga sho'ng'ib ketdim. Har kuni o'zimni o'zim tahlil qilaman, yangi narsalar o'qiyman, yangi narsalar o'rganaman, yangi do'stlar orttiraman. O'zim ssenariy yozaman, kunimga o'zim ssenariy yozaman, o'zim ssenariyni tahlil qilaman. Qaysi ssenariyda xato qildim, nima qildim, kim bilan tanishdim, kimga yomon gapirdim, kimga yaxshi gapirdim. O'zimni o'zim tahlil qilib, o'zimni hozir yashayotgan hayotimni go'zallashtirib, chiroylilashtirib, sun'iy ekrandagi hayotlardan uzoqlashib boshladim. Sun'iy, ya'ni kinolar menga zerikarli bo'lib boshladi. Seriallar menga zerikarli boshladi. Instagramdagi short reelslar menga zerikarli bo'lib boshladi. Chunki o'zimning hayotim qiziq. Chunki undan men mazza qilyapman. Demak, xulosa qilishimiz kerakki, biz ijtimoiy tarmoqdan, ekranlardan uzoqlasha olmayotgan bo'lsak, hozirgi yashayotgan offlayn hayotimizni qiziqlashtiraylik. Shunda biz ekranlardan uzoq bo'lib ketamiz. Bu men detoks qilib ko'rdim. Aslida detoks qilib ko'rdim telefonni, challengelar qilib ko'rdim, telefonsiz kun qilib ko'rdim, hamma narsa qilib ko'rdim, foyda bermadi. Baribir telefon olamaga kirib ketaman. Nima qilishim kerak? Detoks hamma narsa qilib ko'rdim, foyda bermadi. Eng to'g'ri yo'l telefon qo'limda bo'lsa ham men telefonga kirib ketmasligimni ta'minlaydigan qiziqarli hayot bo'lishi kerak. Hozirgi yashayotgan offlayn hayotimizni qiziqlashtirsak, ekrandagi sun'iy hayot bizga qiziq bo'lmay qoladi. Uyg'oqlar, men shu 90 kunlik challenge davomida har bir insonda, har bir yozuvchida, har bir blogerda, har bir insonda 4 ta muhim ko'nikma bo'lish kerakligini tushunib yetdim. Bulardan birinchisi kuzatuvchanlik bo'lish. Atrofda nima bo'lyapti? Atrofni kuzatish, tabiatda nima bo'lyapti? Jahonda nima bo'lyapti? Xo'p, osmonda nima bo'lyapti? Yerda nima bo'lyapti? Tabiatda nima bo'lyapti? Suvda nima bo'lyapti? Ko'chada nima holat? Metroda nima holat? Avtobusda nima holat? Bozorda qanaqa holat bo'lyapti? Ijtimoiy o'sish, iqtisodiy o'sish qanaqa ketyapti? Xitoyda nima bo'lyapti? Amerikada nima bo'lyapti? Ya'ni har bir insonda kuzatuvchanlik qobiliyati, ko'nikmasi bo'lishi shart ekan. Ikkinchisi, doimo o'qish. Faqat kuzatuvchanlik ham o'zi yetmaydi. Hayotimiz qiziqarli bo'lishi uchun bitta joyda o'tirib ham bir nechta insonlar bilan suhbatlashishning eng zo'r yo'li bu o'qish. Biz bora olmaymiz bir insonning oldiga, lekin uning fikrlarini eshitishimizni eng oson yo'li uning kitoblarini o'qish. Shunaqa insonlar bor, ular bilan suhbatlashishni xohlaymiz, lekin ular bu dunyoda yo'q bo'lsa, ularning kitoblarini o'qish. U Amerikada bo'lsa, oldiga bora olmasak, uning yozgan kitoblarini o'qish. Demak, doimiy kitob o'qish har bir insonning har kuni qilish shart bo'lgan odatlardan biri bo'lishi kerak ekan. Tafakkur qilish.
yer yuzidagi har bir inson har kuni tafakkur qilish tarafdoriman. Buni foydasini sezgan inson sifatida aytaman. Tafakkur qilish bu insonlarga berilgan eng buyuk ne'matlardan deb bilaman. Tafakkur qilib xatolarimizni tahlil qilamiz. Tafakkur qilib maqsadimizga to'g'ri ketyapmizmi, yo'qmi, shuni aniqlashtiramiz. Tafakkur qilib bugun kunim yaxshi o'tdimi, yomon o'tdimi, shuni xulosa qilamiz. Tafakkur qilib kuzatganlarimizni, o'qiganlarimizni miyamizda chambarlaymiz. O'qidik, kuzatdik, tafakkur qilib o'shalarni miyamizda bir-biriga bog'laymiz. Bu kerak, bu kerak emas. O'qiganlarimiz va kuzatganlarimizni tafakkur bizga bog'lab beradi. Chunki ba'zida kitobda boshqacha, hayotda boshqacha bo'lib qoladi. Ko'p kitob o'qish ham real hayotdan uzoqlashtirib yuboradi. Ko'p kuzatuvchanlik ham fikr doirani kichiklashtirib yuboradi. Demak, ikkalasini bog'lab, doimiy o'qish, doimiy hayotni kuzatish kerak. Ikkalasini birlashtirish uchun doimo tafakkur qilishimiz kerak. O'qiymiz, kuzatamiz, birlashtiramiz. O'qiymiz, kuzatamiz, birlashtiramiz. Xulosa qilamiz. So'nggisi, to'rtinchisi yozish. Yozishni men tilla amal deyman. Bu haqida hali Xudo xolasa yozish haqida bitta chiroyli, foydali kontent qilishga harakat qilamiz. Yozish har bir insonni har kuni bajarishi shart bo'lgan amallardan biri deb hisoblayman. Har kuni suv ichganimiz kabi, har kuni nafas olganimiz kabi har kuni yozsak, xulosalarimizni, fikrlarimizni yozaversak, kechagi kunimizdan o'zgarib boshlaymiz. Shunda biz kechagi odam bo'lmaymiz. Har safar yozar ekanmiz, o'zgarib boshlaymiz. Uyg'oqlar kechagi odam emasman deb nomlaganimning sababi, men boshqacha nomlashim ham mumkin edi. Hammadan zo'r bo'laman, eng top bo'laman, kimdandir o'tib ketaman deyishim mumkin edi. Lekin mening bu dunyodagi eng kuchli raqobatchim bu mening o'zim ekan. Har kuni o'zim bilan o'zim raqobatda bo'lishligim, har kunimni kechagi o'zim bilan taqqoslashligim kerak ekan. Eng zo'r taqqoslash insonni o'zi bilan kechagi o'zi bilan o'zini, bugungi o'zini taqqoslashi. Eng zo'r solishtirish insonni bugungini bilan kechagi kunini solishtirish ekan. Shu sababli men kechagi odam emasman dedim. Inson kechagi o'zi bilan raqobatlashib yashasa, inson rostakamiga o'sar ekan. Rostakam. Ya'ni inson boshqalarga nisbatan o'zgarmoqchi bo'lsa, bu o'smasligi mumkin. Sababi bitta xonada 4 kishi bo'lsak, ularning ichida siz eng zo'r bo'lsangiz, siz o'smaysiz. Agar siz boshqalarga taqqoslab o'zgarsangiz, o'zingizni boshqalar bilan taqqoslaydigan inson bo'lsangiz, siz doimiy o'suvchi inson bo'lmaysiz. Sababi siz atrofingizda bir xonada 4 kishi bo'lsa, atrofidagilaringiz sizdan hammasi pastroq bo'lsa, ilmi, demak siz o'sishdan to'xtaysiz. Sababi siz atrofingizdagilardan ustunsiz. Bo'ldi. Solishtiradiganlaringiz atrofingizdagilar edi. Ular sizdan ilmi past. Bo'ldi, siz to'xtaysiz. Agar siz bitta muhitda borsiz, ularning eng kuchlisiz siz bo'lsangiz, sizda boshqalar bilan taqqoslaydigan bo'lsangiz, o'zingizda doim stress bo'ladi, siz asab bo'lib yurasiz. Hayotdan, o'zingizdan nolishlar ko'payib ketadi. O'zingizning hozirgi holatingizdan, o'zingizning hozirgi ilmingizdan haddan ortiq nolish ko'payib ketadi, siqilish ko'payib ketadi. Sababi siz boshqalarga nisbatan taqqoslaysiz o'zingizni. Nega bu kabi bo'la olmadim? Nega bu kabi kitob o'qiyapman? Nega bu kabi imtihondan o'ta olmayapman deb boshqalar bilan taqqoslab o'zingizni siqib boshlaysiz. Bu ham sizni o'stirmaydi. Teskarisiga olib ketadi. Hasad tuyg'usini uyg'otadi. Hasad eng yomon narsa, bilamiz. Hasad insonni hech qachon yuksaltirmaydi. Kibr ham insonni yuksaltirmaydi. Zo'r narsa keldi. Kibr va hasad insonni tupikka tiqadigan, insonni yuksaltirmaydigan narsalar. Odatlar. Demak, atrofdagilar bilan o'zimizni taqqoslasak, bizda hasad va kibr har doim yonimizda yuradi. Hammadan zo'r bo'lsak, kibr yo'qib olamiz. Hammadan pastroqda bo'lsak, hasad paydo bo'lib qoladi. Demak, biz kibrni ham yo'qotishimiz uchun, hasadni ham yo'qotishimiz uchun
Biz kechagi o'zimiz bilan o'zimizni o'zimiz tahlil qilib, kechagi o'zimiz bilan taqqoslab yashasak, bizda kibr ham bo'lmaydi, nafs ham bo'lmaydi. Bizda biror bir xatolarni, kamchiliklarni faqat o'zimizdan qidirib boshlaymiz. Shunda biz haqqoniy o'sishni his qilamiz. Yana bir zo'r tomoni, biz kibrlanmasligimizning sababi xatolarimiz hech qachon tugamaydi. Biz har doim kechagi xatolarimizni bugun to'g'rilab ketaveramiz. Biz aslida atrofimizdagilarga nisbatan ancha o'sib ketgan bo'lamiz, lekin baribir xatolarimiz bo'ladi. Biz ya'ni ko'p bilganimiz sari bilmaydigan narsalarimiz chegarasi kengayib borgani kabi biz kechagi xatolarimizni to'g'rilab xatolarimizni yopib, yangi xatolarimiz borligini bilib, ularni to'g'rilab, yana yangi xatolarimiz borligini bilamiz, yana to'g'rilaymiz. Shu o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib, o'zimiz yuksalib ketaveramiz. Bizda hasad, kibr kabi illatlarni yo'q qilamiz. Mana uyg'oqlar, bugungi sizlarga ulashmoqchi bo'lgan tajribamni foydali tarzda yetkazdim deb umid qilaman. Xudo xolasa umid qilamanki, sizlardan ham ko'pchiliklaringiz bu kabi challenjlar qilib, o'zingizni va hayotingizni, atrofdagi do'stlaringizni o'zgartirasizlar degan umiddaman. Bizga obuna bo'ling, like tugmachasini bosib qo'ying, kommentda o'z fikrlaringizni bildiring. Albatta do'stlaringizga ulashishni unutmang. Biz esa uyg'onishda va uyg'otishda davom etamiz. Rahmat.